Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hammaga xayrli kun. Bugun 28-mart 2026-yil. Mana bu qovunlarni yetishtiradigan ukamiz bor. O'sha o'zini ishani Hindiston malikasi qovuni bilan mashhur bo'lgan Bozor akani uyida emas, qisqasi xonadonida mana bu ko'chatlarni urug' ko'pchilik urug'ga ekishadi va keyin mana bunaqangi ko'chat yetishtirish sirlari ham bor ekan. Bular bilan birga savol javob qilamiz. Assalomu alaykum, hormat. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sizimisiz? Xush kelibsiz. Rahmat, umringizga baraka aka. Ha, bu holatni ko'rib, siz ko'zingiz ko'zim quvnab ketyapti. Ko'chatlar rosa chiroyli tarbiya qilibsizlar. Rahmat aka. Endi mana shu tajribalaringiz bilan ozgina ham o'rtoqlashasiz. Mana hozir bahor mavsumi, qovun tarvuz ekish, yerga qadash yoki ko'chat olib qo'yish boshlanyapti. Ko'pchilik kimgadir nafini tegsa xursand bo'lamiz. Xalqqa o'shanga o'zingiz tajribalaringiz boshqalar bilan o'rtoqlashasiz. Mana bu ko'chatlar haqida endi bu nech kunlik, qanday bu biogombasa tuproq aralashgan deymiz yoki boshqa deymiz, o'shalar haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Barcha o'sha kanalimiz a'zolari, bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan barcha bobo dehqonlar hammaga salom. Mana shu bahor fasli hammaga omadli kelsin. Bu yilgi 26-yilimiz ham juda omadli kelsin. Hammani oilasiga fayz barakat bo'lsin. Aljon aka, endi bu ko'chatlarimizni xudo xolasa to'liq tushuntiradigan bo'lsak, o'sha 8-10 sanasida stakanga turpoqni o'sha biogomusga aralashtirib, buni ham aralashtirishda ham o'sha o'zgarish sirlari bor. Endi nima deyish kerak? 60% biogomus bo'ladigan bo'lsa, 40% yaxshi unumdor turpoqdan qo'yish kerak. Sababi turpoq kley vazifasini bajarib beradi. Video chekib berangda, o'sha jarayonni ko'chatlarni ham bir buni ko'pchilik oddiy holatda, misol biogomusni o'ziga qilishadi yoki turpoqni o'ziga qilib qo'yishadi. Turpoqda qatib qolib, chanqash ko'payib ketadi. tuproq. Turpoqni o'zida. Bu biogomus bilan turpoq aralashgan jarayonda bu dalaga olib chiqib o'tkazishda ham ancha mehnatni yengillashtiradi, chiroyli holatlarga keladi. Ko'chatlarimizning holati. Ammo haligi oshqovoq bo'lardi-ku, oshqovoq esa katta bo'lardi. O'shanaqa bo'lib ketdi. Aka, keyin buni bunaqa bo'lishiga sabab, endi buni misol go'zal. Ko'chatlar qancha balandlikda bo'lsa, o'zingiz hozir ko'rib tursiz, sal balandroqda. Keyin buni tagiga ansha sholini qipig'i deymizmi yoki o'sha yog'ochda apilkasi deymizmi, shundan qanaqa narsalar solishibdi. Namlasa bu yaxshi bo'ladi. Birinchidan isish jarayoniga katta foydasi bor buni. Bu usuldan shu usuldan foydalanamiz. Qayerlardir endi boshqa usullardan ham foydalansa kerak. Endi bu yangi dehqonlarimizga, tajribali dehqonlarimiz ham teshigida. Mana bu tagida teshigi bor. Necha yillik bu stakanimiz? 8 ga 8 stakanimiz. 8 stakan. 8 stakanlar ekilar ekan. Mana hozir bu tayyor holati mana. O'zi arang turibdi, tuproqqa o'taman. Tayyor holati. Buni ekish jarayonida ham endi mana hozir ko'rsataman. Mana shu bir kun oldin suvni quyib olinadigan bo'lsa, mana shu qo'limiz bilan mana shu qo'lda oddiy qisiladi. Namroq bo'lishi kerak. Nam bo'lishi kerak, nam kuchli bo'lishi kerak. Mana shu oddiy holatda. Tomir uzib bermay. Mana. Tomir endi uziladi, lekin boshqa tomir chiqazib oladi mana aka. Gap yo'q. To'lib ketdi ichiga. Ha, bu tuproqqa o'tish bilan 3 kunda tomirlar yetib boradi kerak joyiga. Xudo xolasa, juda go'zal. 1-aprellar sanasiga dalaga olib chiqib ketamiz. O'sha 6 gektar yerimiz bor. Yarmiga Hindiston malikasini qanchadir yana rejalashtirganmiz. 2 gektar atrofida aeroport urug'imizni ham ekamiz. Bu xohlagan yeringizni olib ko'rishingiz mumkin ekan. Bu tomirlar mana tayyor holat. Juda ham baquvvat. Baquvvat, zo'r, go'zal. Keyin aka, bu dehqonlarimizga yana bitta narsani aytib qo'yishimiz kerak. O'sha yangi dehqonlarimizga bu ko'chatlarni hozir Aljon aka men yashikka olaman. Bugun ertaga qo'ymasdan yashikka olaman. Hammasini yashiklayman. Hali ekishimizga 3-4 kun bor. Bugun 28 bo'ladigan bo'lsa, 3 kun bor. Qarang, ko'chishni ham boshlatsa, ash yashiklarga olamiz. Xohlasin banan karavkani yashiklariga, xohlasin o'sha nari plastmasali yashiklarimizni olib qo'ysak, sababi bu yashikdan olishimiz sababi 3 kun oldin olib qo'yishimiz sababi yerga borib o'tkazganda bular stress holatida o'zi shu hovlini o'zida chiqib bo'ladi. Yerga borib o'tkazsangiz, to'xtamasdan siraz o'sha 2-3 kunda tomirni tikib nobud bo'lmaydi.
ob-havoga, iqlimga, iqlimga boshqaga moslashtirib moslashga. hozir mana shularni hozir mana oladigan bo'lsam tomiri yerga o'tib ketganda bular aka mana xohlagan joyingizdan olsangiz tomirlari bular yerga o'tib ketgan mana ko'rinib turibdi. Bu yerdan uzilgandan keyin ozgina stress holatiga tushadi. Shunga men buni 3 kun oldin yo 2 kun oldin olib qo'ysam, dalaga o'tkazganimizda bular stress holatiga tushmaydi. 99% yaxshi o'rnashib, yaxshi ko'klab ketadi. To'xtab qolmaydi. Ko'pchilik bu narsani qilmaydi, ko'chatni olishadi, borib ekishadi. Farqi bor ana shu narsada ham. Shunga ham e'tiborli bo'lish kerak. Keyin buni pishish mavsumi haqida ham yoki boshqa haqida ham Biogomus o'zining nafi to'g'risida ham ozgina fikr bildirsangiz. Biogomus eng katta foydasi aka. Hozir misol ko'p gapiravering, ko'pchilik ozgina mana bu yerda endi hovlida alohida yana o'sha Biogomus chiqarsar ekan. Ha, endi o'zimiz yashirincha edi, ko'rsatib qo'ydingiz, mayli. Aka, mana shu joyda ham hozir bu tarafida ham bor. Ha, bu tarafda ham bor. Plyonka to'sib qolyapti. Adashmasam 25 tonnani mo'ljallab turibmiz beydan ham. Hozirda chiqqan. Tepaga ham ko'rgan bo'lsangiz, tashqarida ham joyimiz bor. Beyda 25 tonna, bu degani 35 million. Ana daromad. Qovundan, Biogomusdan. Qo'shimcha daromad, kichkina oilani haligi byudjetiga qo'shimcha daromad hisoblanadi bu ham. Bu o'zi asli mana hozir bu mana stakanchalarga solingan. Endi u yerda ertagamniga katta maydonga chiqib desangiz, o'zingizdan bo'lgandan keyin yarim kilo solib bir kosadan tagiga solamiz. U o'zimizdan bo'lganligi uchun bizga bilinmaydi. Har bitta oddiy xalq, oddiyligi nima deymiz, yosh oilani qo'lidan keladigan narsa mana shu narsalar. Bemalol qilib qo'ysa bo'laveradi. Uyimiz mana burchagida, bitta chekkasida. Keyin men ko'p gapiraman. Masalan, organik o'qida ham o'zim shu sohada yurganim uchun, shu sohani egasi bo'lganim uchun, shu sohani mutaxassis bo'lganim uchun ham kitob yozganman, boshqa qilganman. Bu ko'p o'qiganman, o'rganganman, izlanganman boshqa. Bu mana organik o'qit. Mana bu ko'chatlarni bu darajaga kelishiga albatta Biogomusda foydasi borligi uchun sizlar ko'rsatyapmiz. Va ertagamninga buni yerga o'tkazib, ertaga qovun yetishtirib pishganda ham, pishish mavsumini ham 10-15 kun oldinga surib beradi va organik xalqimizga organik tabiiy toza mahsulot, kimikatsiz bir mazali mahsulot yetishtirishda hissangizni qo'shgan bo'lasizlar, to'g'rimi? Albatta, keyin aka bu tajribali dehqonlarga yoki boshqa eski dehqonlarimizga oddiy ko'rinishi mumkin mana shu holat. Lekin yangi chiqib kelayotgan dehqonlarimiz bor. Bu hayot to'xtab qolmaydi hech qachon. Hozir men shunga misol 15 ming dona atrofida ko'chat qilgan bo'lsam, misol ko'chatga zakaz qilib buyurtma qiladigan bo'lsam, hozir kunda 500 so'm, 600 so'm adashmasam narxi. Misol 10 ming dona ko'chatni kimgadir zakaz qilsam 500 so'mdan hisoblasangiz 5 million bo'ladi. Chiqaz beruvchi insonlargami? Ha, ko'chat chiqaz beruvchi akalarimiz. Urug'ini berganingizdan keyinmi? Urug'ini beramiz, urug'ini berganimizdan keyin o'sha 500 so'm, 600 so'mdan mashg'ulotga keltirib berishadi. Endi buni men uyimda mana ko'rib turibsiz. Hovlida. Oddiy hovlida, oddiy usul. Bu bir haligi narsa ham emas, murakkab narsa ham emas. 20 ming tayyorlaydigan bo'lsam, 10 million oilam uchun daromad bo'ladi. 500 so'mdan hisoblasak. Oddiy usul bu, unaqa murakkab narsa ham emas. Qish kunida endi sizcha shunday, lekin yangi inson uchun siz misol 6 yil, 7 yillik tajribasiz-ku ko'chat bo'yicha, to'g'ri? 5 yil, 6 yil qoldimi ko'chat chiqarish boshlaganingizga? Ko'chat o'zimiz hozir qovun sohasida shu ham ko'chat qilamiz. Misol 4 gektar bo'lsa, 2 hektariga yarmiga urug', yarmiga ko'chat qilib yurasizlar. 4 hektariga misol ko'chat qiladigan bo'lsak, 6 hektari urug' bo'ladi. 5 gektarga ekadigan bo'lsak, o'sha 50 yillik qilinadi. O'sha ko'rib yurganimcha aytaman, o'sha qisqasi bu ancha yillik tajriba. Tajribadan kelib chiqib, keyin shu holatga kelyapti. Bu ham endi avvalambor Alloh taolo barakasini bersin, baraka yog'dirmasa qiyin. Endi azna baribir nima deymiz, o'sha ilmiy yondosh ham kerak, harakat ham qilish kerak, mehnat ham qilish kerak. O'z-o'zidan baribir bo'lmaydi. Har bitta o'sha gapingizdek, har bitta sohada ham bu xohlang dehqon, xohlang ishlab chiqarish, xohlang boshqa narsa, xohlang chorvachilikda ham ilmiy yondashmasak, hozirgi zamon talabida orqada qolyapmiz yoki hosildorlikka ham ta'sir qiladi yoki yetishtirgan mahsulotingizni ham ertaga bozorga yo bo'lmasam
jahon talabiga javob berishim kerak bo'lib qoladi. Boshqa chet eldan, Osiyo, Yevropadan talab kelib qolishi mumkin. Furolar kelyapti yozda qovun pishganda. O'sha mavzularda, o'shalarda ham ozgina o'sha eng zamonaviy uslubda yondoshib yoki mana bu yetishtirishda ham tajriba qilish Qovun kerak. tarvuzlarimizda o'sha nitrat miqdori, shularni ham tekshirib ko'rishadi. Xudo xolasa bizda o'sha ekkan polilarimiz xohlagan joyga yetib boradi, talabga javob beradi. O'sha tekshirib ham ko'rishadi. Atayni o'zimiz alohida bor qiziqib ham ko'ramiz aka buni. Ko'rsatib ham ko'rdik. Baribir endi nima desam bo'ladi? Talabga javob beryapti o'sha. Nitrat miqdori ham o'zini me'yorida, o'zini holatida. O'shani desam malikasi o'sha doim ko'rsatganmiz, qattiq, shiptor, misol haftalab turaveradigan qovun. Juda haligi nima desak bo'ladi? Chiroyli holatda bu qandaydir xudoyimda mo'jizasi bilan bu chiroyli holatga kelib qolgan qovun hozirgi kunda shunaqa qovun bo'lib qoldi Mazali, mazali shiptor, ham. qattiq. Misol furada qayergadir 300 ga bo'lsa ham bemalol yetib borib, bozorida ham 5 kun turaveradi. Obuna bo'lib yumshab qolishi mumkin, lekin u qovun tavsiya qilamiz sizlarga ham. Endi hurmatli kuzatuvchilar, mana ancha suhbatlashdik. Kimda kim qanaqangidir yana tushunmovchiliklar bo'lsa yoki savollar bo'lsa yoki tajriba almashgisi kelgan insonlar bo'lsa, ertaga mana ekish jarayonida turgan insonlar bo'lsa, dehqonlarimiz bo'lsa, murojaat qilaversa, telefon raqamlarini qo'yamiz. Bozor akaga murojaat qilsalar, o'zlarining tajribalari bilan albatta o'rtoqlashadi va barcha dehqonlarimizga Alloh taolo inshaalloh barakatini yog'dirsin, dehqonchiliklari chiroyli bo'lsin, xalqimizni dasturxoniga shirinlar, shakar, qovun tarvuzlar yetishda charchamanglar, layk bosib qo'yamiz.